Diqqat, Nilufar Usmonova va uning onasi Yulduz Usmonova haqida kutilmagan shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. Xonanda Nilufar Usmonova onasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga uy sovg'a qilgani o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. U joylagan video postda quyidagi so'zlarni qoldirgan: "Bugun onajonimga uy sovg'a qildim. Bilaman, u uchun eng katta boylik oilasining totuvligi, bizning va nabiralarning sog'lig'idan boshqa hech narsa emas. Ammo rostini aytsam, men ham orzu va havas bilan yashaydigan farzandman. Shu kichik orzuyim ro'yobga chiqqani uchun biroz maqtangim ham keldi albatta. Bu onam menga qilgan yaxshiliklarni mingdan biriga ham teng kelmaydi. Ammo farzand sifatida hech bo'lmasa bir yaxshilikni qilishga muyassar bo'lganimdan xursandman va bu quvonchni mamnuniyat bilan bo'lishmoqchiman", deya yozib qoldirgan. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmachalarini ham bosib qo'yish yodingizdan chiqarmang.